mana shu tosh o'choqni ustini og'zini yopib, shu tayyor bo'lgandan keyin bitta ochganda atrofda shunday xushbo'y hid taraldiki, hammani ishtahasi ochilib ketdi. Bitta odam o'tirganda 2-3 kilo go'sht ko'rdim demaydi. Yo'q-e? Ha, Bay. Voy ona qizim, o'zingiz yozdingizmi? Ha? Chiroyli chiqibdi. Ha. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ha? Sizni ham ko'radigan kun bor ekan-u, boyota. Ana aka yaxshi o'tirdingizmi? Ha,